Hurmatli Lisan Udair kanalining obunachilari, sizlar bilan bugun Past Simple darsimizni boshlaymiz. Va bu o'zi kanalga joylangan 3-dars bo'ladi. Ketdik. Past Simple Agent o'zi Past Simple zamoniga keladigan bo'lsak, Past Simple bu o'tgan zamonda tugallangan, ya'ni o'tgan zaman ish harakatlarini bildiradi. O'zi birinchi gapdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, I did, ya'ni men qildim. Formulasi subject plus verb ed. Buni kalit so'zlari yesterday, last, shunga o'xshash. Masalan, I played Call of Duty game. I played video game esa with my friends yesterday, last day, last week, or va hokazo. Sample'larga o'qiymiz. Study this example. Ya'ni shu misollarni mutolaa qiling deyapti. Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian. Wolfgang Amadeus Mozart bir Avstriyan edi. Ya'ni u 1756-yilda Avstriyada tug'iladi. Austrian musician and composer. Right. Wolfgang Amadeus Mozart was an birib beradi. Was edi, bir Avstriyan musiqachisi va bastakor edi. He lived from 1756 to 1791. U 1756-yildan 1791-yilgacha yashadi. Ya'ni o'sha davr yashab ketdi. U hayotdan ko'z yumganiga ham va hokazo ba'dan 209 naqd 234-235 yil bo'ldi deyarli. He started composing at the age of 5 and wrote more than 600 pieces of music. U 5 yoshligidan boshlagan deyapti va yozishni boshlagan. 600 dan oshiq qo'shiqlarni bastalash va yozishni boshlagan deyapti. Shaxsan o'zimni opam musiqachi bo'lgani uchun oz-moz o'qiganman. Mana shu 5 yoshligida klavisinda musiqa chaladi va butun zalni hayratga soladi. Klavisin degani bu pianino. Hozir oq-qora klavisin oq klavishda, lekin klavishlar ham qanaqa son jihatidan kamroq. Mana bu deyarli akkordeonni klavishlari sonchalik bo'ladi. O'shanda o'z musiqasi bilan lol qoldir. Mana shu The great Austrian musician and composer was Wolfgang Amadeus Mozart. Unda keyingi gap, he was only 35 years old when he did. U vafot etganida, ya'ni he did o'lganida, daha yozib ketgan lug'atga 35 yoshda edi. Attiga 35 yoshda. O'zi daholar nisbatan kam yashaydi. Lived, started, wrote, was, did. Or all past simple. Ya'ni lived ham tug'ildi, ya'ni tug'ilib bo'ldi. O'tgan zamonda started boshladi. Mas id olyapti. Menda endi noto'g'ri fe'llar bor. Regular muntazam to'g'ri fe'llar. Buni irregular verb deyiladi. Irregular verb noto'g'ri, ya'ni write bo'lgan, buni to'g'ri shakli wrote, written. 3-zamon bu past simple'da wrote, was. Bu ham edi o'tgan zamon, did o'lgan. Mana unga misol, masalan, daholar oladigan bo'lsak, o'zi ko'pchilik Antoine de Saint-Exupéry olamizmi? Dunyodagi mashhur yozuvchilardan biri. Endi o'zimizda Hamid Olimjon, Usmon Nosir, yana kim bor? Napoleon Bonaparte olamizmi? U ham yosh ketgan ancha-muncha. Lenin olamizmi? Va Gitler olamizmi mana? Allohning irodasi bu. Xo'sh. Endi B misollarga qaraydigan bo'lsak, namunalarga very often past simple ends in ed. Boyaga aytganimdek, ya'ni judayam tez, ya'ni judayam ko'p vaqtlarda past simple oxirida ed qo'shimchasini olar ekan. Regular muntazam fe'llarda. I work in travel agency now. Before that I worked in department store. Men deyapti, sayohat agentligida ishlayman. Hozir ishlayman, ya'ni hozir.
muntazam har kuni, lekin before bundan avval men bir qo'mita bozorida ishlaganman deyapti o'tgan zamonda, ya'ni bundan avval sayohat agentligidan avval qo'mita bozorida ishlagan ekan. Department store, store bozor. They invited us to their party, but we decided not to go. Ular bizni kechasiga taklif qilishdi, o'zlarining kechasiga, lekin biz decided qaror qabul qildik bormaslikka. Not to go. The police stopped me on my way home last night. Ana last night. O'tgan kecha. Politsiyachi deyapti, to'xtatdi meni, stopped me yo'limda, ya'ni uyga borish uchun yo'limda, uyga olib boradigan yo'limda meni o'tgan tun to'xtatdi deyapti. Laura passed her exam because she studied very hard. Laura imtihon topshirib chiqdi, ya'ni passed, muvaffaqiyatli topshirib chiqdi, ya'ni o'tdi, chunki u judayam qattiq o'qigan edi. Because avval lug'atda yozib ketganman, o'zida Word faylda, Windows faylda bir qarab qo'ysalaring, o'sha o'qilishi ham bor, tarjimasi ham bor. Study, studied, study bo'lgan, ed olgan. Bu muntazam fe'l. Past exam bor, past exam o'zi bu birikma. Endi past exam, past exam. ed olgan. Stop ham shunaqa, stop. Mana bu birgalasiga mana undosh ortishi bo'lyapti. Tovush ortishi. Bitta b plus ed, ya'ni to'xtatdi. Invite bo'lsa d ni o'zi olyapti, decide ham d ni o'zi olyapti, work ed olyapti. Study, study bo'lgan. Endi shunaqa qoidalar bor. Ayrim fe'llar bo'lsa mana ied bo'lib ketadi. Oxiri y bilan tugaydigan bo'lsa, buni ham o'zi kitob davomida ko'rib borasizlar, o'rganasizlar. First spelling, stop, study. First spelling stop ikkita bo'lsa biz ikkitali double deymiz. Undan keyin mana pit stop studied etc degani bu hokazo degani. But many verbs are irregular, ya'ni noto'g'ri, nomuntazam. The past simple doesn't end in ed, for example. Masalan, past simple'da oxirida ed bilan tugamaydi deyapti. Write'ga yozmoq, wrote yozsa, Mozart wrote more than 600 of music. Mozart 600 dan ortiq musiqa yozdi deyapti. 600 dan ortiq. See, ko'rmoq, saw, ko'rdi. We saw Alice in town 5 days ago. Biz 5 kun avval Alisani shaharda ko'rdik deyapti. Go, bormoq, went, bordi. O'sha past simple'da. I went to the cinema 3 times last week. Men kinoga bordim, ya'ni o'tgan hafta 3 marta, haftasiga 3 marta bordim. O'tgan gal. Shut, shut. It was cold, so I shut the window deyapti. Shut o'zi uchala zamonda ham shut, buni ham lug'atga tarjimasi yozib ketganman, nima deyapti bu yerda. It was cold, sovuq edi, so I shut the window. Men oynani yopib qo'ydim. Shut. Release irregular verbs. In questions and negative sentence we use did, didn't, infinitive, enjoy, see, go. Mana namunada I enjoyed bo'lsa, shuni so'roq shakli. Did you enjoy? Ya'ni I youga o'zgaradi. She shunchaligicha qolaveradi. Did she see? They went bo'lsa, did they go? Ya'ni did oldinga chiqadi va fe'llari o'zini avvalgi shakliga keladi. Enjoy it bo'lsa enjoy. So, see, went, go. Endi xuddi shuni inkori. Ya'ni I didn't enjoy bo'ladi. Mana did bo'lyapti, didn't, did not. She didn't enjoy. They didn't enjoy. She didn't see. They didn't see. They didn't go. Ana yana misollar gaplar bilan. I enjoyed the party a lot. Men kechadan juda ham maza qildim deyapti. Did you enjoy it? Sen undan maza qildingmi? So'rayapti birontasidan. How many people did they invite to the wedding?
how many qancha insonlar taklif qilindi to'y uchun. Ya'ni to'yga. To. I didn't buy anything because I didn't have any money. Men hech narsa sotib olmadim. Anything o'zi bir qancha. Agar so'roq gaplari keladigan bo'lsa, so'roq bilan inkor gaplari keladi. Qoidasi bo'yicha, ya'ni dara gaplarda bo'lsa, istalgan ma'nosini bildiradi. Endi bu yerdagi ma'nosi bir qancha. Yo'q, hech qancha. Ya'ni I didn't buy hech narsa sotib olmadim deyapti. Because I didn't have any money. Meni pulim yo'q edi. Umuman, bu yerda endi umuman degan ma'no beryapti. Did you go out? Tashqariga chiqdingmi? No, I didn't. Yo'q. Sometimes use the main verb in the sentence. Did you do? I didn't do. Ba'zi hollarda do asosiy fe'l vazifasini bajaradi. Ya'ni asosiy fe'l bo'ladi gaplarda deyapti. What did you do at the weekend? Ya'ni ta'tilda nima qilding? Hafta oxirida nima qilding? Not what did you at the weekend deymiz. Ya'ni did alohida bizda so'roq yuklamasi bor, mi o'shani beradi. Me. Turkchada ham shunaqa me qo'llanilgan. Buni ham shu ingliz tilidan keyin alohida turk tilidan ham grammatika kitob chiqaramiz boshlang'ich turk tili uchun. Xullas, ana shunda so'roq yuklamasini beradi. Did present simple'da present simple'da do bergan, do yo does berganda past simple'da did beradi. Present continuous ms are berganda past simple'da endi did beradi. Do. Masalan, what did you do your homework desa gap chiqadi. Ya'ni uyga vazifasini qildingmi bo'ladi. Javob berish mumkin. Yes, I did. I didn't do anything. Men hech narsa qilmadim. I didn't anything deymiz. Ya'ni bu o'zi inkorchi alohida. Ya'ni do bitta asosiy fe'l. Xo'sh, endi G. Past simple BMSR past verb. Endi I, he, she, itga was, wasn't qo'llaymiz ekan. Endi buni ham so'roq oldiga was chiqadi yo wasn't chiqadi, yasalaveradi. We, shu, theyga were, weren't. Ya'ni I was annoyed because they were late. Annoyed qildim deyapti. Chunki ular kech qolishdi. Jahli chiqqan bo'lsa yoki hafsalasi bir bo'lgan bo'lsa, buni ham lug'atlarga yozib ketganmiz. Telegram guruhga kirsalaring, Listen with Tire 33 o'zi manzili shunda chiqib boradi. Was the weather good when you were on holiday? Ya'ni ob-havo yaxshimidi qachonki sen ta'tilda bo'lganingda deyapti yoki siz ta'tilda bo'lganingizda. You ingliz tilida senni ham sizni ham bildiraveradi. Endi odatda lekin sof ingliz bo'lsa, masalan, Angliyadan bo'lsa, o'zi Buyuk Britaniya ham 4 qismga bo'lingan. Angliya, Wales, Shotlandiya, Shimoliy Irlandiya. Endi Angliyani shaxsan o'zi ko'proq sizlab gapirish odatlangan, lekin ko'cha tilida sen ketaveradi. Endi o'zi darajalaring yuqori bo'lsa, anglab tushunib olasizlar. 3-gap. They weren't be able to come because they were so busy. Able to ga qodir. Can bor qila olmoq. O'shanga ma'noda ishlasa ham bo'ladi. Ya'ni ular kelishga qodir emas, chunki ular juda ham band. I wasn't hungry, so I didn't anything. Men och emasman va shuningdek yoki shuning uchun men hech narsa yemayman. Did you go out last night or were you so tired? Kecha tun tashqariga chiqdingmi yoki were you judayam charchaganmiding? O'ta charchayapti. Past simple and past continuous. Shu past simpledan keyin past continuous o'tamiz va u bilan darslarimiz soni 6 ga yetib boradi. Bizni ham qo'llab-quvvatlagan holatda layklarni va obuna bo'lishni, do'st birodarlarga tarqatishni unutmagan holatda support qilishingizni so'rab qolamiz. Xullas, ketdik. Exercise 5.1. Read what Laura says about the typical working day. Shu Laurani daily routine degani kun tartibi.
Mana ketdik. I usually get up at 7 o'clock and have a breakfast. Men odatda soat 7 da turaman va nonushta qilaman deyapti. I walk to work, which takes me about half an hour. Men ishga boraman, qaysiki taxminan yarim soatlar ketkazadigan. Take o'zi bermoq bu yerda endi sarflanadigan ma'nosiga kelyapti. I start work at I start work at 8:45. Men 8:45 da ishimni boshlayman. I never have lunch. Men tushlik qilmayman ekan. I finish work at 5 o'clock. 5 da ishini tugatarkan. Men 5 ni ishni tugataman deyapti. I'm always tired when I get home. Men uyga kelganda juda charchagan bo'laman. I usually cook a meal in the evening. Men endi mana shu kechqurun uchun ovqat pishiraman deyapti odatda. I don't usually go out. Men odatda tashqariga chiqmayman. I go to bed at about 11 o'clock and I always sleep well. Men yotog'imga boraman deyapti taxminan soat 11larda va men har doim yaxshi uxlayman. Endi xuddi shuni o'zlaring darsni tugatgan holatda darsni ham ko'ringlar qanaqa o'zlaringga bir comfort deydi, convenient ya'ni qulay bo'lgan sharoitda. Bir hozir ro'za Ramazon oylarida mana shu og'iz ochgandan keyin iftorlikdan keyin biror narsalar yo sharbatmi xullas bir in senior citizen opinion o'zlaringga bir xullas kinoteatrda yoshlar kinoni qanday ko'rsa sizlar ham xuddi shunaqa o'zlaring smart bo'lsa telefon smart bo'ladimi yoki bir gapni indallosib mana inson ilmni umuman shu biror narsani qanday qulay sharoitda olsa yoki o'ziga qanday mos sharoitda olsa shunchalik ongida qoladi, sizlarga ham bizga ham yaxshi bo'ladi. Xullas ketdik. Aytmoqchi bo'lganim o'zlaringga iloji boricha shu qulay sharoit tayyorlab va comfortable sharoit tayyorlab xuddiki sizlar o'yin o'ynayapsizlar, dars tomosha qilmayapsizlar, o'yin o'ynayapsizlar yoki bolalikdagi xotiralarni eslab multfilm ko'ryapsizlar. Shu holatda sizlar ham bizni videoni tomosha qilsalaring, biz ham bundan mamnun bo'lib kelajakda inshaalloh balki mana shu sharoit ichida 1000 ta bo'lib ketishi mumkin obunachimiz, kim biladi 100 ta yo 200 ta va hokazo. Nur ustiga Alloh nur bo'ladi. Xullas mana shu nima deyapti? Yesterday I was typical working day for Laura. Kecha odatiy ya'ni typical degani odatiga tushiradi. Azongidek ish kuni edi Laura uchun. Write what she said or didn't do yesterday. Yozing deyapti, qaysi kun qilgan yoki qilmaganlarini kecha uchun. Masalan, she got up at 7 o'clock. Big breakfast qilibdi, ya'ni bu yerda nima bo'ladi? She had a big breakfast bo'ladi, u qilgan. Yana nima deyishingiz mumkin? She walked to work, which take it here about half an hour deyishingiz mumkin. O'zi yozilib ketibdi. Xullas shu tepadagi xuddi gap tarjima qilib berdim bitta-bittalab shuni o'zi present simple berilgan shuni past simple aylantirib yozasizlar. Endi 502 mashq. Complete the sentence using the following words in correct form. Gaplarni tugallang, berilgan ya'ni mana shu berilgan so'zlar orqali ya'ni to'g'ri holat o'zingiz to'g'ri joylashtirib mana shu berilgan so'zlar orqali gaplarni tugallang deyapti. Ketdik. Mozart wrote more than 600 pieces of music. Buni hali tepada ham o'qidik. Boyagi Mozart 600 dan oshiq musiqa yozgan ekan. How did you learn to drive? Haydashni qay holatda o'rganing deyapti. My father bitta My father taught me to shari, ya'ni mening otam o'qitdi deyapti. Otasi o'rgatdi unda. We couldn't afford to keep our car, so we biz qoniqmadik deyapti saqlashni, so we aytaylik mana
Mm. Sold tushungi mumkin a? We sold it. Endi xuddi shu 5-3 mashq. Dialog shaklida berilgan. Sizlar to'ldirasizlar. You ask James about his holiday in the USA. Ha, siz Jamesdan so'raysiz ekan, ya'ni Amerikadagi ta'til haqida. Write your questions. Ya'ni past simpledagi savol turlarini mustahkamlash uchun mashq. Where did you go? To the USA. We went up on a trip San Francisco to Denver deyapti. Endi aytish mumkin. How did you go to the mana shu San Francisco to Denver? Ya'ni sen San Fransiskodan Denvergacha qay holatda bording? Nimada bordingga tushadi boyqa. How long did it take you bo'ladi. Shu uchinchisiga qolganini o'zlaring to'ldirib chiqasizlar. 5 to'g'ri keladigan bo'lsa, complete sentence gaplar tugaling. Put verb into correct form. To'g'ri shaklda so'zlarni qo'ying deyapti. For positive or negative, ya'ni ijobiy, salbiy. It was warm, so I took off my coat. Iliq edi, men mana shu paltoyimni, kurtkamni yechdim. The film wasn't very good. I didn't enjoy it much. Film yaxshi emas edi. Biz ko'p maza qilmadik. Ya'ni men ko'p maza qilmadim. I knew Sarah was busy, so I disturbed her. Xuddi shunaqa qilib ma'nosidan kelib chiqqan holatda o'zlaring qo'yasizlar. Yanagi dars past continuous haqida o'tamiz. Sizlar ungacha qo'ng'iroqchani bosasizlar, like-ni ham ayamaysizlar. Iloji boricha o'rtoqlaringgami, bir oila a'zolaringgami akkauntidan kirib obuna bo'lib qo'yasizlar yo tarqatasizlar. Xullas, bizni qo'llab-quvvatlash, ya'ni support qilishda davom etasizlar. Sizlar bilan Ibrohimbek bo'ldi. Ko'rishguncha va xayr. See you soon, my dear followers.